avtobusga pul berib tura olmaysizmi? Siz bitta narsani tushuning-da, hamma narsa tayyor bo'lgandan keyin unaqa qizig'i yo'q, hamma narsaga birga erishish kerak, o'shanda hurmati bo'ladi, baloydi battarib. Da, ko'rganmiz Konor Makgregor xotini даже uni boks perchatkalarigacha sotib bergandi. Nima qildi? Nima qildi? Hozir iznasibovani uchun sudlandi bir necha marta. Bunisi ko'payib ketsa ketamiz. Hozir qilayar avtobus. Nima qilamiz shuncha pulni? Mana shu sochimni o'zini yuvish uchun shampun, konditsioner, maska, sivritka, treatment, termozashita, oxirida blesk qo'shadigan narsa 7 ta narsa ketadi. Даже 100 mingdan bo'lganda ham 700 ming xren sochga ketyapti prosta. 700 ming. На самом деле bu 700 ming turmaydi. Qolgan narsalarni gapirmasam ham bo'ladi. Хороший kiyim, manikyur, ukladka и так далее. Bular siz yashasanglar bo'lmaydimi? Biz-ku yasha olamiz, lekin sizlar unaqasini sevib olmaysizlar. Round. Короче, sуть. Pul hech qachon odamgarchilik, haqiqiy sevgi, mehr, muhabbat, do'stlik, hurmat kabi tushunchalardan baland bo'la olmagan. Bundan keyin ham bo'lmaydi. Lekin maqsadlarimizga erishish va yaxshi yashashimiz uchun asosiy unsur ekan, pulni tanlayotgan qizlarni qoralashga haqqingiz yo'q. Hammani, sizni, dodangizni, adangizni, amangizni, xolangizni, jiyaningizni, tog'asini, qo'shnisini, xotinini, sigiri ham pulga ovqatlanadi. Pulga. Tamom. Chiroyli qizlar bo'lsa tem bo'ling. Chiroyli qizlarni sendan oldin ham vыборы bo'lgan. Sen bilan birga yurganda ham vыборы bor, sendan keyin ham vыборы bo'ladi. Так что zo'r bo'lmoqchi bo'lsang, поступкалаring bilan o'zingni ko'rsat. Понятно? Gaping bo'lsa kommentariyada kutaman.